Jonimga tegdi, ketaman. Qayoqqa ketasan o'rta? İşimizni yaxshi bo'lyapti, o'zi yaxshi yurimiz. Nimasi yaxshi o'rta? Ertalab soat 3 da tursang, xamir qilsang, bozorga nonni olib chiqsang, noningni kelib klientlik ko'radi, orqasi qora kuyasi bor ekan deydi. Har kuni bir xil qaytariladi hamma narsa. Senga shu hayot yoqyaptimi? Nima qilamiz unda? Ko'chaga chiqib o'g'irlik qilamizmi? Ha? Tinchgina yurimiz-ku, oilamizni ochmas, boqyapmiz, amallayapmiz. Sabr qil, yaxshi bo'ladi hammasi. Nimaga aynan hamma narsani yomon tarafini o'ylaysan? Bizni tengi bolalarni qaragin, qanaqa yashayapti. Maza qilib, mana bunaqa qora ishga botib, ertalabdan turib bunaqa narsa qilmayapti. Qo'y o'rta. Mashtiga hamma narsani senga qoldirdim o'rta. Tinch bo'lgin. To'rtta non berib yuboring aka. Bo'ldi aka. Assalomu alaykum, non bormi? Bor aka, xos. Ro'shan o'rta, tuzumsan? Aka, men nonimni solib bermaysizmi tez-tez? Uzr aka, hozir 1 minut. Hozir o'rta, to'xtab tur 1 minut. Non yeysanmi? Ha, da yeyman. O'rta, kattalik bo'lmasa 4 ta non solib ber. O'rta mana. Ja, mashinalarni olib kibrlanib ketsanmi o'rta? Men bor uzr. Hassam uyda qolib ketib qopti yoki tushib bag'rimga bosib qo'yardim seni. Nima bo'ldi? Qimirlagan temir zanglamas deganlaridek, qimirlab, na yoshlik qoldi bizda, na sog'lik qoldi o'rta.